Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana turistalik nasozimiz yana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa. Bu nasoz o'rnashgan joy o'zimizni Buxoro viloyat Qorako'l tumaniga o'rnatyapmiz. Mana bu yerda zakashda o'rnatyapmiz. Mana bu nasozimiz 300 talik nasozimiz 37 kilovat. Eski o'zimiz bu yoq qo'l bola, bu yoq zavod ko'tarlaganmiz. Buni qo'yib ketganimiz 5 yil bo'lgan. 5 yildan men chiroyli ishlab turibdi. Faqat mana bu yoqni poletilen turba qilib berdik. Xo'sh, bu turistalik nasozimiz turistalik nasoz. Xo'sh, 1500 kub suv beradi. Xo'sh, 37 kilovat dvigatel bilan ishlaydi akalar. Shu sparafga yangi dvigatellar ham, nasozda ham yangi ramalari, pol muftalari, anaqa qalin rezinalar bilan chiroyli qilib o'rnatganmiz. Xo'p, hozir montaj qilish jarayonidamiz. Xudo xolasa bir kun oralig'ida o'rnatib suvlarni ham chiqaramiz, ularning videolarini qo'yib o'tamiz. Xo'sh, so'rish chiqishiga 27 metr turba ketadi. Xudo xolasa buni mana bu yerga o'rdak bo'yim bilan qilib qo'yib, chiroyli qilib o'rnatib suvlarni chiqaramiz. Xudo xolasa so'rish chiqishiga 27 metr turba ketdi. Turistalik nasos 37 kilovat dvigatel, juda ekonom variant akalar. Bu Xitoy pompamiz, juda baquvvat. Mana kilchatkalari o'zi yangi shot sparafka, ramalari ham juda baquvvat qilingan, 20 lik shibildirdan. Tasmalari, muftalari chiroyli qilib o'rnatilgan. Xo'sh, mana turistalik 8 lik 35 kilovat, 37 kilovat dvigatel bilan qo'yganmiz. Ekonom variant 1500 kub suv beradi akalar, 1500 kub suv beradi. Xo'sh, mana bu eski shiftiga qo'yamiz. Xudo xolasa ampermetrlarni elektrik akamiz kelib, amper datchiklarni qiladi. Xudo xolasa o'zini eski shiftiga qo'yadigan bo'ldik. Xo'p, kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa akalar, ofisinat nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana kalenalari, flanslari, proklatkalari. Xo'p, mana chiqarishiga mana bunaqa konteyner qalindan 2,5 dan qilinyapti. 2,40 ga bukilgan. Xo'p, bu chiqarishiga qilinadi. So'rishiga xudo xolasa mana bunaqa yangi listdan yasalgan turba, mana o'zimiz yasamaymiz buni. Bu 0 listdan, qalin listdan yasalgan bu. Mana 10 metr, buni uzunligi 2,5 metrda bo'ladi. So'rishiga mana bunaqa qalindan qo'yib beramiz. Qalindan qo'yiladi so'rishiga, so'rganda pachaq bo'lmasligi uchun. Yangi listdan qilingan. Qalinligi ham juda qalin stenkasi mana. Juda qalin. Hammasi chiroyli qilib, shu choklar ham chiroyli qilib qilingan. So'rishiga bundan qo'yamiz, chiqarishiga konteyner qo'yamiz. Kimga mana shunaqa ekonom nasoslar kerak bo'lsa akalar, ofisinada nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'rnatib, suvlarni chiqarib beramiz, garantiyalari bor. Dastavkalari, ustanovkalari, elektroshitlar hammasi o'zimizdan akalar. Kimga nasos motorlari bilan shunday komplet holatdagi bo'lsa, unaqa holatda ham berib beramiz akalar. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar. Ofisinada nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Turistalik Xitoy pompa 37 kilovat dvigatel 1500 kub suv beradi. Mana. Xudo xolasa buni 2 kun yo 1 kun oralig'ida suv chiqqan videolarni ham qo'yib o'taman. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.